kelyapsanmi? Men xotiningni uydan haydab yubordim. Ha, nimaga deysanmi? Bugun uziga tushgan edik. To'yinga atigi 1 oy bo'la turib 6 haftalik homilador chiqyapti uzida. Bu ayrimlar uchun tanish holatmi? Juda qayg'uli va ayanchli holat, to'g'rimi? Keling, shu masalaga ginekolog sifatida oydinlik kiritib beraman. Ayrim kelinchaklarimiz to'ydan oldin uyida hayz ko'rib, keyin kelgan bo'lsa, to'y kuni esa ovulyatsiya kunlariga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, kelinchak homilador bo'ldi deylik to'ydan keyin. Hayzdan 7-10 kun o'tib, qaynona kelinchakni o'ziga tekshiruvga olib boradi. To'y bo'lganiga 1 oy bo'lganligiga qaramasdan, uziy tekshiruvi kelinchakda 5 yoki 6 haftalik, ya'ni 1 oylik emas, 1,5 oylik homiladorlikni ko'rsatadi. Ana undan keyin esa janjal boshlanadi. Uziy apparatining ayrim parametrlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, 4 haftalik homiladorlikda ham homilaning o'lchamlariga qarab 5-6 hafta deb uziy apparati homilaning o'lchamini o'lchab beradi. Shuning uchun ham hurmatli qaynonalar va kuyovlar bu narsani bilishingiz lozim. Axir kelin sizning uyingizga bokira kelgan edi-ku. Ushbu videoni esa yaqinda kelin qilayotgan yoki kelin qilganlarga yuborib qo'ying.